Qalbi go'zallarim, bugun sizlar bilan ushbu tortning ustidagi pokritsiya kremini tayyorlanishini o'rganamiz. Bu krem bilan xohlagan tortinglarni ustini bezatishda ishlatsanglar bo'ladi. Nasatkaga solib gulli chiqarsanglar ham juda ham chiroyli chiqadi. Birinchi bo'lib xona haroratida yumshagan sariyog'imizni saxarli pudra bilan yaxshilab mikser qilib olamiz. So'ng tvorojniy sirimizni ham solib mikser qilib olamiz. Kamochkalari ketsa bo'ldi. Mikserni juda ham ko'p ishlatmaysizlar. Qolgan ishni silikon lopatada davom ettiramiz. Yaxshilab kremimizni aralashtirib havolarni ketkazib olamiz. Tayyor kremimizni krem qopchasiga solib, tortimiz pokritsiyasi uchun ishlatamiz. Kremimizni surib olgandan so'ng, xuddi videoda ko'rsatilgan kabi shpatula yordamida tekslab chiqamiz. Keyingi tekslash ishlarimizni shunaqa videoda ko'rsatilgan kabi temir shpatula yordamida davom ettiramiz. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, shpatula bitta chetiga qo'yib olasizlar tortni va faqatgina krutilkani aylantirsanglar bo'ldi. Tortinglar o'zi shunday tekislanaveradi. Ortiqcha shpatula aylantirishingiz ham shart emas. Ora-orada krem yetmagan joylariga krem surib olamiz va yana xuddi shu ishimiz takrorlanadi. Tortimiz ustki qavatini ham xohishga qarab tekislab olsanglar ham bo'ladi, lekin shunaqa holatda qoldirsanglar ham juda ham chiroyli chiqadi. Mazali tortlar retseptini o'rganish uchun albatta sahifalarimga obuna bo'lib olinglar.